Turizmi litsey rahbari bugun avtomobilsiz kun deb o'zimga men bugun rejalashtirdim. Mana bugun men piyoda yuryapman. Bugun mana shu avtomobilsiz kun challenge'ini barcha buxoroliklarga qo'shishlarini tavsiya qilaydim. Kelinglar azizlar, mana bir kun piyoda yuraylik, bir kun velosiped minaylik, bir kun haftaga hech bo'lmaganda demak jamoat transportlaridan foydalanaylik. Tabiatni asraylik, kelajakni yarataylik. Assalomu alaykum. Bugun Buxoro tibbiyot akademik litseyida avtomobilsiz kun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim familiyam Javohir Rahmatov. Buxoro davlat tibbiyot akademik litseyida o'z ish faoliyatimni olib boraman. Va bu videoni olishdan maqsad bugun bizda avtomobilsiz kun, ya'ni jamoat transportida yoki piyoda holatda ishga borish kerak. Manzilga yetib keldik. Bunaqa avtomobilsiz kunlarning tashkil etilishi albatta atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan ishlar hisoblanadi. Mana bu esa bizning litseyimiz.